Allohning muhabbatini demak, yer yuzidagi har bir iymonni da'vo qilgan kishi Allohning muhabbatini da'vo qiladi. Lekin aytib o'tganimizdek, Alloh subhanahu va taolo o'zining muhabbatini hazziy narsa qilmadi, jiddiy narsa qildi. Va har bir kishiga bir o'lchov mezonni berib qo'ydiki, ey Allohning muhabbatini da'vo qilganlar, mana bu tarozida o'zingizlarning muhabbatinglarni o'lchab ko'ringlar. Yo mana bu ta'bir joiz bo'lsa, mana bu oynaga qarab ko'ringlar. Bunda sizlarning Allohga bo'lgan muhabbatinglarni bor yo yo'q ekanligini isbotlab beradigan mana bu oyna. Bu oynani olinglar. Bunda ko'ringlarki, Allohning muhabbatini da'vo qilgan da'voinglarda sodiqmisizlar yoki kozibmisizlar? Mana bu oyna yoki mana bu mezon o'lchov Qur'oni Karimdagi Estaizu billah sura Ali Imrondagi Qul in kuntum tuhibbunalloha fattabi'uni yuhibbukumullohu va yaghfir lakum dhunubakum vallohu g'afurur rahim. Ayting Muhammad alayhisalom, Allohning muhabbatini da'vo qilganlarga, agar Allohni yaxshi ko'rsanglar, menga ergashinglar deng. Ana kim Allohni yaxshi ko'raman desa, Alloh buyuryaptiki, menga ergashinglar deyapti. Alloh subhanahu va taolo rasuliga ergashgan kishilarga e'lon qilyaptiki, o'zining muhabbatini. Yuhibbukumullohu, Alloh sizlarni yaxshi ko'radi. Inson tarafidan muhabbat bo'lsa, foniy, zaif inson tarafidan Allohning muhabbati sodir bo'lsa, Alloh tarafidan muhabbat e'lon qilinyapti. Ya'ni rasuliga ergashishlik bilan bu muhabbatini isbot qilsa, Alloh subhanahu va taolo o'zining muhabbatini e'lon qilibgina qo'ymasdan, gunohlarning mag'firatini ham va'da qilyapti. Va Alloh o'zining gunohlarni kechiruvchi va rahmatini yuboruvchi zot ekanligini e'lon qilyapti. Mana bu narsa birodarlar juda bir katta bir mukofot. Agar buni ochiq qalb bilan ko'radigan bo'lsak, agar bir kishi Allohning muhabbatini 1000 marta men Allohni yaxshi ko'raman desa-yu, Alloh tarafidan bir marta javob kelmasa, u muhabbatda ma'no yo'q birodarlar. Ammo mo'min kishi tarafidan bir marta Allohni yaxshi ko'raman degan da'vo bo'lsa-yu, Alloh tarafidan javob kelsa, muhabbat javobi kelsa, bu juda katta bu baxt saodatdir.